to'xtang, ketdi. Bugun sizlar bilan Alfraganusdagi mebellarimizni va ularning narxlari bilan tanishib chiqamiz. Birinchi modelimiz Leyla modelimiz. Bu modelimizni razmerlari 390 ga 3,5 bo'lib, narxi 19 million so'm. Bu modelimizni komplektiga shunaqa bitta ajoyib sersali pufiga ham kiradi. Jurnalligi narxi alohida hisoblanadi. Endi ikkinchi modelimiz hammaga birdek yoqayotgan Auren ugalogimiz. Bu ugalogimiz yangi chiqarganmiz. Bu ugalogimiz razmerlari 370 ga 3,5 bo'lib modulni qilib yasalgan. Oyoqlari, dekor qismlari yong'oqdan yasalgan, materiallari Turkiya bo'ladi. Bu modelimizning narxi 20 million so'm. Yana ozgina kelishtirib beramiz. Yana bir ajoyib dizayn asosida yasalgan Morena divan kresloyimiz showroomimizdan topsanglar bo'ladi. Mana shunaqa kreslolari oranjiviy bo'lib, ajoyib rangda yasalgan. Divani shunaqa bejiviy kombinatsiya qilib ishlangan bo'ladi. Divanining razmeri 2,5 ga 1 metr bo'lib, divanlari ham ikkita alohida modulni qilib yasalgan. Bu modelimizning narxi 18 million so'm. Yana bir ajoyib hit prodajadagi eng zo'r, juda ham hammaga yoqadigan Milano troykamiz. Bu troykamizda ikkita kreslo, bitta divani bo'ladi. Buni afzalliklari mexanizmni, ya'ni spinkalarini orqaga surib, keng qilib foydalansalaringiz, ya'ni bir kishilik spalni qilib foydalansa bo'ladi. Bu modelimizning materiallari Polshani materialidan, oyog'i va dekorlari 100% yong'oqdan. O'zi biz ishlatayotgan barcha mebellarimizni shu mebellarimizga faqat yong'oq ishlatamiz, boshqa mahsulotdan ishlatmaymiz. Bu mebelimizning narxi 15 million so'm. Yana bir ajoyib dizayn asosida yasalgan uglavoyimiz Luna uglavoyimiz. Bu uglavoyimiz ham komplektda shunaqa bitta ajoyib pufigi bo'ladi. Oyoqlari yong'oq bo'ladi. Bu mebelimiz ham spinka qismi orqaga suriladi. Ya'ni mana ko'rishinglar mumkin, orqaga buni ham surib foydalansanglar bo'ladi. Razmerlari 330 ga 330. Komplektda bari bitta pufigi bo'ladi. Bu mebelimizning narxi 17 million so'm. Endi yana sizlar uchun ajoyib mana ko'rsatib ketaman. Ramashka divan kreslolarimiz bor. Mana shunaqa ikkita rangda, bordoviy va oranjiviy rangda. Bu modellarimizni, bu kreslolarimizni hozir skidkaga qo'yganmiz. Bularda skidkadagi narxi atigi 3 million so'mdan, donasi 3 million so'mdan. Yana ikkitasi deb o'ylamanglar. Va shunaqangi mana Xitoydan olib kelingan, o'rtada ko'rayotgan bo'lsanglar, noodatiy, ajoyib ko'rinishdagi kichkina coffee table deymiz, endi coffee table stolchilarimiz, jurnalnikchalarimiz ham do'konimizdan topsalaringiz bo'ladi. Showroomimizda o'zi ko'rayotgan bo'lsanglar, bundan tashqari har xil jurnallarimiz ham bor. Kichkina mana shunaqa mana coffee table'larda ham topsalaring bo'ladi. Yana bir ajoyib dizayn bo'yicha yasalgan Italiyani dizaynidan o'g'irlaganmiz. Shu bo'yicha mana birga bir qilib yasalgan Lena uglavoyimiz. Bu uglavoyimizni komplektiga ikkita aylanadigan shunaqa ajoyib kreslosi ham kiradi. Ko'rib turgan ugaloglar bo'ladi. Bu ham modulni, buni ham razmerlarini o'zgartirib bemalol yasasanglar bo'ladi. Hozir shu ko'rinishida 3,5 ga 3 metr bo'lib ko'ryapsizlar. Xohlagan razmerda o'zgartirib qo'ysalaringiz bo'ladi. Bu mebelimizning narxi 22 million so'm. Aytganimdek, bu narxlardan kesalaringiz agar sifatlari yoqsa, yana ozgina kelishtirib chiroyli narxlarda qilib beramiz. Bundan tashqari showroomimizda eng hit prodajadagi, juda ham ko'pchilik yoqadigan Milano uglavoyimiz bor. Bu uglavoyimiz razmeri bu tomon 330 ga 240 bo'ladi. Yana bitta plus tarafi bu chassini bu tomonga qo'yadigan bo'lsangiz, bu yog'i 330, bu yog'i 240 bo'ladi. Ya'ni burchak tanlamas va komplektida ajoyib mana shunaqa ikkita pufigi ham bo'ladi. Buni ko'ryapsizlarmi? Yong'oqdan yasaladi, 100% yong'oqdan. O'ziga moslab mana shunaqa shipondan, yonlari krashinli bo'lgan jurnallarimiz ham nalichiyda bor. Bu mebelimiz ham spinkasi orqaga suriladi.
o'tirishga ham juda qulay, siz uchun juda zo'r komfort yaratib beradi. Endi katta zalinglar uchun, keng hovlilar uchun mana Minotti uglovoyimiz. Bu uglovoyimiz razmerlari 4.60 ga 2.30 bo'lib, bu ham modulli. O'zi barcha mebellarimiz modulli stilda yasalgan. Razmerlarini o'zgartirib qo'ysalaringiz bo'ladi. Bu mebelimiz ham materiallari Turkiya bo'ladi. Yostiqlari mana komplektda shunaqangi ajoyib yostiqlari ham bor. Bu yostiqlar mana agar kirib bo'lib ketsa, yechib, alishtirib foydalansalaringiz bo'ladi. Yostiqlarni ham ko'rasizlar, yumshoq. Ichiga eng yaxshi mahsulotlardan foydalanamiz. Bu mebelimizning narxi 19 million so'm. 19 million so'm. Mana showroomimizda ko'rib turganinglardek har xil turdagi uglovoylar, divan kreslolarni topsalaring bo'ladi. Bundan tashqari yana o'zimizni profilimizda ko'rsalaringiz boshqa modellarimiz ham, boshqa divan kreslolarimiz ham bor. Hozir endi showroomimizga sig'madi. Sizlarni showroomimizga taklif qilib qolamiz. Showroomimiz Alfraganus Targoviy Center Mirobod tumanida joylashgan. Ko'pchilik biladi, Uzbum, eski Uzbumdan o'tganingizda mostga chiqmasdan yoki Severniy vokzaldan kelganda mostdan tushganda Jinnixona tomonga, shu Jinnixonaga burilganda chap qo'lda keladi. O'zi lokatsiyada ham Alfraganus Targoviy Center desalaringiz chiqadi. Bir-biridan ajoyib bo'lgan bu yerda mebellarimiz sizlarni kutyapti. Kelib, ko'rib, sifatiga o'zingizlar baho berib, xarid qilsalaring bo'ladi. Narxlarini chiroyli holatda kelishtirib beramiz. Bu joy Atlas mebel. Bundan tashqari sizlar qo'shnalarimizdan stullar, mягкийlar, har xil turdagi ofisnoy mebellar, hamma narsani topsalaringiz bo'ladi. Bu yerda bitta faqat mягкий emas, qo'shnilarimizdagi boshqa mebellarni ham, ofisnoy mebel deysizmi, oshxona mebel deysizmi, stul deysizmi, har xil turdagi mebellarni topsalaring bo'ladi. Sizlarni Alfraganusda showroomimizda kutib qolamiz. Shunaqangi zo'r mebellar o'tkazib olmasligingiz uchun sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.